Okean, unga qarasangiz beg'ubor va tinch tuyuladi, lekin uning chuqurligida nima borligini biz aslida bilmaymiz. Okean yer yuzasining 70% ni egallaydi, lekin uning chuqurliklarini aniq o'rganish hatto kosmosni o'rganishdan ham qiyin. Ilm-fanga ma'lumki, okean qa'rining faqat 5% to'liq o'rganilgan, qolgan 95% esa hali ham sirli hudud bo'lib turibdi. Bugun biz siz bilan okean qa'ridagi eng katta sirlar haqida gaplashamiz. Agar siz tabiatning eng qorong'u va eng hayratlanarli joyiga safar qilishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Okean chuqurligini o'rganish insoniyat uchun eng qiyin sinovlardan biri bo'lib kelmoqda. Chunki suv ostiga qancha chuqur tushilsa, shuncha katta bosim yuzaga keladi. Masalan, 1000 metr chuqurlikda odam tanasiga minglab tonna yuk bosayotgandek bosim ta'sir qiladi. Oddiy odam bu joyda 10 soniya ham yashab qola olmaydi. Hattoki eng zamonaviy suv osti kiyimlari ham uzoq muddat himoya qila olmaydi. Shuning uchun okean chuqurligini faqat maxsus suv osti kemalari va kuchli robot qurilmalar yordamida o'rganish mumkin. Eng mashhur va sirli hududlardan biri Mariana chuqurligi. U 11 kilometrdan ham chuqur bo'lib, yer yuzasidagi eng past nuqta hisoblanadi. Tasavvur qiling, agar Everest tog'ini olib shu joyga tushirsangiz ham, uning tepa qismi suv ostida qolib ketadi. Shuncha ulkan hududning hozirgacha faqat kichik qismi o'rganilgan, qolganlari esa qorong'ulikda yashirinib yotibdi. Olimlarning guvohliklariga ko'ra, bu joylarda mutlaqo noodatiy mavjudotlar uchraydi. Ularning ko'rinishi ko'pchilik odamlar tasavvur qila olmaydigan darajada qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Kameralarga bir necha marta bizga ma'lum bo'lmagan hayvonlarning soyalari tushgan. Ba'zilar ularni hali noma'lum jonzotlar deb hisoblaydi. Ba'zilar esa ularni noto'g'ri aks ettirilgan tasvir deb o'ylashadi. Lekin haqiqat shundaki, okean chuqurligida hali biz bilmagan juda ko'p maxfiy sirlar bor. Olimlarning o'zlari ham tan olishadi. Kosmos haqidagi ma'lumotlarimiz okean haqidagi bilimlarimizdan ko'proq. Bu esa juda hayratlanarli. Demak, odamzod o'z sayyorasining hali yarmini ham to'liq tushunmagan. Savollar ko'p, ammo javoblar deyarli yo'q. Okean chuqurliklarining eng dahshatli tomonlaridan biri bu to'liq qorong'ulik. 1000 metr chuqurlikka tushgandan keyin quyosh nuri butunlay yo'qoladi. Demak, inson ko'zi uchun bu joy umrbod tun kabi. Lekin shunday joylarda ham hayot mavjud. Okean chuqurligidagi jonzotlar mutlaqo boshqacha tuzilgan. Ularning ko'pchiligi bioluminessensiya deb ataluvchi noyob xususiyatga ega, ya'ni o'z tanasidan yorug'lik chiqaradi. Masalan, anglerfish nomli baliqni olaylik. U uzun chiroqchaga o'xshash organi yordamida atrofni yoritadi va shu orqali o'ljasini jalb qiladi. Shu tariqa qorong'ulikda yashashga moslashgan. Yana bir sirli jonzot gigant kalmar. Olimlar uni bir necha marta kameraga olishga urinib ko'rishgan, ammo u haqida hali ham aniq ma'lumotlar juda kam. Qiziq tomoni shundaki, ba'zi jonzotlar hatto bizning tasavvurimizdan ham chiqib ketadigan ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Olimlarning o'zlari ham ularni ilk bor ko'rganida hayratdan so'z topolmaganliklarini tan olishgan. Savol tug'iladi: agar biz hali ham okeanning 5% gina qismini o'rgangan bo'lsak, qolgan 95% da qanday mavjudotlar yashiringan bo'lishi mumkin? Shuning uchun ham okean chuqurliklari insoniyat uchun nafaqat ilmiy qiziqish, balki qo'rquv yaratadigan joy. Okean qa'rida nafaqat noodatiy mavjudotlar, balki tushunarsiz tovushlar ham eshitilgan. Olimlar maxsus akustik asboblar yordamida turli hududlardan kelayotgan signal va shovqinlarni eshitib kelishadi. Eng mashhurlardan biri blop nomli ovoz. Bu signal ilk bor 1997-yilda Tinch okeanning janubiy qismida yozib olingan. Uning chastotasi shu qadar kuchli bo'lganki, minglab kilometr uzoqlikdagi asboblar ham uni qayd etgan. Avvaliga mutaxassislar bu tovushni ulkan hayvon chiqargan bo'lishi mumkin deb taxmin qilishdi, lekin shu paytgacha aniqlangan hech bir mavjudotning ovozi bu darajada baland va qudratli emas. Keyinchalik ayrim olimlar bu muzliklarning yorilishi natijasida hosil bo'lgan deb izoh berishdi. Yana bir qiziq fakt: okeanda Julia, Train va Weistel deb nomlangan boshqa sirli tovushlar ham qayd etilgan. Ularning ba'zilari katta mashina ovoziga o'xshaydi. Shuni eslatib o'tish kerakki, ushbu signal manbalari aniq topilmagan. Demak, ular hozirgacha sirligicha qolmoqda. Bu tovushlar odamlarning tasavvurini yanada kengaytirgan, chunki insoniyat hali okean chuqurligida nimalar yashiringanini bilmaydi. Balki u yerda ulkan noma'lum mavjudotlar yashayotgandir. Balki qadimdagi afsonalarda tilga olingan dengiz maxluqlari yoki boshqa jonzotlar aslida real hayotda bor. Shu sababli okeandagi har bir yangi ovoz odamlarni hayrat va qo'rquvga soladi. Okean faqat jonzotlari yoki tovushlari bilan emas,
chuqurlikda yashirinib yotgan g'alati joylari bilan ham odamlarni hayratga soladi. Masalan, Bermud uchburchagi haqida ko'pchilik eshitgan. Bu hudud Atlantika okeanida joylashgan va ko'plab samolyot va kemalar sirli ravishda g'oyib bo'lgan. Ba'zilar buni magnit maydoni buzilishi, boshqalar esa noma'lum mavjudotlar yoki hatto boshqa o'lchov darvozasi bilan bog'laydi. Lekin aniq javob hozirgacha yo'q. Shuningdek, okean chuqurliklarida qadimiy shahar qoldiqlariga o'xshash joylar ham topilgan. Masalan, Yaponiyaning Yonaguni oroli yaqinida suv ostidan ulkan tosh inshootlar topilgan. Ularning shakli zinapoya va devorlarga o'xshaydi. Olimlar bahs qilmoqda. Bu tabiiy shakllanishmi yoki qadimda mavjud bo'lgan, lekin suv ostiga cho'kib ketgan sivilizatsiyaning izlarimi? Ba'zi taqdidotchilar uni yo'qolgan Atlantida shahri bilan solishtirishadi. Yana bir hayratlanarli topilma Meksikada joylashgan ulkan krater. Olimlar uni 65 million yil avval yerga kelib urilgan meteorit izidan qolgan deb hisoblashadi. Aynan shu hodisa dinozavrlarning qirilib ketishiga sabab bo'lgan. Demak, okean tubi nafaqat sirli, balki tarixiy voqealarning ham guvohi bo'lishi mumkin. Okeanning ayrim hududlari esa butunlay o'lik zonalardan iborat. U yerda kislorod deyarli yo'q va tiriklik ham kuzatilmaydi. Lekin nima uchun bu joylar shunday bo'lib qolganini hech kim aniq tushuntira olmagan. Ba'zilar buni global ekologik o'zgarishlar bilan bog'lasa, boshqalar okeanning o'z sirli mexanizmlariga ishora qiladi. Bir so'z bilan aytganda, okean chuqurligi bu bizni tarix, afsona va ilmiy hodisalar bilan yuzma-yuz qiladigan joy. Biz texnologiyalarimizni kosmosga yuborib, boshqa sayyoralarni o'rganishga harakat qilyapmiz, lekin o'z sayyoramizdagi suv osti olami haqida deyarli hech narsa bilmaymiz. Hozirgacha okeanning atigi 5% o'rganilgani, qolgan 95% esa qorong'ulikda yashirinib turgani bu o'ziyoq insonni hayratga soladi. Ehtimol, shu joylarda hali kashf qilinmagan hayvonlar, qadimiy sivilizatsiya izlari yoki biz tasavvur qila olmaydigan tabiiy hodisalar yashirin. Balki ilm-fan tarixidagi eng katta kashfiyotlardan biri aynan okean chuqurligida kutib turgandir. Bugungi kunda olimlar zamonaviy robotlar, sun'iy intellekt va maxsus suv osti kemalaridan foydalanib, asta-sekin chuqurlikni o'rganishga harakat qilishmoqda. Lekin bu jarayon juda sekin kechyapti, chunki chuqurlikda ulkan bosim, to'liq qorong'ulik va xavfli sharoitlar bor. Har bir kichik qadam ortida katta xavf yashiringan. Okean dunyodagi kislorodning katta qismini ishlab chiqaradi, iqlimni boshqaradi va yer yuzidagi eng katta ekotizim hisoblanadi. Shuning uchun uning sirlarini bilish nafaqat qiziqish, balki insoniyat kelajagi uchun ham muhim. Shunday qilib, okean chuqurligida yashiringan sirlar hozirgacha ochilmagan kitobning sahifalariga o'xshaydi. Balki ertaga, balki 100 yildan keyin biz ulardan ba'zilarini bilib olarmiz. Ammo bir narsa aniq, okean insoniyatni har doim hayratga soladi va uni o'zining eng buyuk boshqotirmalaridan biri sifatida saqlab qoladi. Shuni tan olish kerak, odamzod kosmos haqida okeandan ko'ra ko'proq ma'lumotlarga ega. Bu esa juda ajablanarli. Okean chuqurligida yashirinib yotgan sirlar insoniyatning eng katta sirlari bo'lib qoladi va bizning keyingi savol shunday bo'lar: okean bizdan nimani yashirmoqda?